Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar, farmonlar. Urganch markazidan 4 xonali kvartira sotib chiqib turibdi. Manzilini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, mana Urganch parki yonboshida Fedap, KFC, Salarakda dehqon bozoringiz bor. Fedapmi to'g'risida endi giradigan yo'limiz bo'ladi. Shundan kirib kelavashlaringizda mana yana 5 etajli dom. Shu 5 etajli domimizni 3-podyezdida 5-etajında 4 xonali kvartira sotiladi ekan. Kelinglar, obzorlarni birgalikda ko'rib boramiz. Domimizga xod Van tomonidan da mashinaga chiqib botir. Van tomonidan o'tsa bo'ladi, Ibyon tomonidan yo'l bo'ladi. Meni hurmatli yurtdoshlar, bu yerdan kelishlaringizda bu yerda o'tadigan yo'li bo'ladi. Arian tomonidan kelsangizlar, mashina uchun qo'yadigan parkovka joylar ham bozgina. Ishlarning obzorlarini ko'rib o'tamiz. Like'larni bosib, agarda yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'ldan kelgancha sizlar bilan kvartiralarni topib berishga harakat etamiz. Kvartiramiz 5-etajda bo'ladi do'stlar. Girganimizning yana ko'rib boraverasizlar. Bu yerda bir katta bir holli joyimiz bo'ladi. Ajoyib qana. Giramiz, hol, bu yonimizda bir zal, keyin spalni, bu yondan bir kichkina xonamiz bo'ladi. Bu xonamizni ko'rsangizlar, ekranda egani nomeri do'stlar, telefon urib bog'lanaverasizlar. Bu yon tomonda ko'ryapsizlar, yana do'stlar, parkni bemalol ko'rsa bo'ladi ekan bu tomondan. Bu yonimizdan chiqqan vaqtida bizolimiz. Bu yerdagi hamma shu mebel ko'ribdan chiqarsangiz qoladi ekan. Bellarimiz eski remontda qolgan, olib turib chiroyli bir remont etib bersangiz, bu ajoyib joy bo'ladi. Bizlar yashash uchun lekin tayyor hozir. Bemalol kelib yashasa bo'ladi. Ben tamamımızda tuvaleti отдельный. И ваннамыз. Devorlar ham polniy plastik uylardan urgan ekan. Kuxnyamıza o'tsak. Bu yerimizda kuxnya mebelimiz, arestoni qo'ygan ekan. Bir qaytol ekan. Bu yanımız yopiq balkon. Yurtolamiz. Belli merkez, gaz, suv, internet bunday narsalardan muammo bo'lmaydi. Telefon bog'lanaversa, pulini keladigan bo'lsak, egalari 400 million deb turibdilar. Ozgina kelishiladi ekan. Uydan chiqdingizda, bu tomondan o'ngaylansa, o'sha park, aytganimdek KFC, ana tomonimizda dehqon bozor. Xullas, hamma tomonlama qulaydi. Shunday markazdan kvartira qidirib bilgan do'stlarimiz bo'lsa, mana shu videoni jo'natib qo'ysangiz, yordam bergan bo'lsak, juda ham xursand bo'lar edik. Hamma ishdan omad. Kvartiramiz uchun bir komment o'z fikrlaringizni qoldiringlar.